xiyonatda qochishda xafa bo'lishdan oldin nima uchun bu bo'ldi degan savolga yaxshilab javob topib olish kerak. Chuqurlashish kerak bu savolga. Chuqurlashish kerak. Глубже зайти надо туда. Biz qochamiz ustida faqat emotsiyada, og'riqda kim ekan u, qaysi bir ekan, rangi qanaqa ekan u ayolda, unga nima pul olib beribdi, nima qilib beribdi, qanaqa tilla taqibdi, qanaqa uy olib beribdi bilan hal qilishni xohlaymizda yoki borib gaplashib olish yoki sen meni taniysan, uni emas, bo'ldi bugundan keyin ishlayman, o'zimga oro berib sochimni sariqqa bo'yayman. Yo'q, to'xtang, stop. Chuqurlashing. Sababi nima? Qayerda men o'zimga xiyonat qilishni boshladim? Qayerda nimadadir uxlab qoldim? Ketishdan oldin, biror bir yugurib o'sha ayol oldiga borishdan oldin, telefonni kovlashdan oldin, stop, to'xta. Og'riqli chuqurlashganing sari aybdorlik hissiga uchrab qolasan, qurbon bo'lib qolasan, o'sha yerda agressor bo'lib qolasan, hamma etapdan o'tib ber. Chuqurlashib oxiriga yet. Albatta nima olish kerak? Tushunmasang, ketsang yana shunaqa bo'ladi. Qo'rqinchlisi biz tagiga kirishga qo'rqamiz. Ayblaganimiz ma'qulroq. Yuzaga ko'rib chiqqanimiz ma'qulroq. Tez kechirib, tez bir-birimizga birinchi marta bo'lganamiz. Qaytib olib va ichimda ishonmay yurganim yaxshiroq.